Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz gusl taharet münasebet mezmunlar haqida to'xtalib atgan. Bugun İmam Bukhari rahmetullahi aleyh gusl qilgan vaqtida boshninki o'ng tarafidan boshlab yuvish yoki yuvgan kishi haqida degan mazmunni bizga bermoqchi. Undaqda biz bu hadisni konkret shu hadisniki o'zidan tonib chiqaylik. Bu 277 numaralı hadis bu. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Hallad ibn Yusuf degan kishi nima? İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Hallad ibn Yahya degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundaq deydi. Hamda Hallad ibn Yahya ibn Safvan al-Kufi Abu Muhammad as-Silmi deb qo'ydi. Bu kishi Mekkada tug'an bir mezgil 217-yili ölüp ketken kişi. Bu zat İmam Bukhari rahmetullahi aleyhniki en katta büyük ustazlardan boludu. Özüne ait rastgel, muhaddis deb ta'riflangan. Bu zat nurg'un kishilardan hadis anglagan, masalan, Sufyan Savri'den anglagan. İmam Bukhari bu kishidan hadis rivoyat qilgan. Demak, İmam Bukhari'niki büyük ustazlardan deyishga boludu. Hatta İmam Ebu Davud rahmetullahi aleyhi bu kişininki kitabıda bu kişininki hadisi bağlıqı zikr kılıngan edi. Bu kişi deydi bizge İbrahim ibn Nafi' degan kişi hadis so'zlab bergan edi deydi. İbrahim ibn Nafi' el-Makhzumi Ebu İshaq el-Makki nomi bilan mashhur bo'lib, bu kishi Hallad ibn Yahya'ningki ustozi bo'ldi-da. Bu zat o'zi Mekkada yashagan, Mekkaning buyuklaridan, Mekkadagi eng shenjilik shaxs degan nomga erishgan. Bu ham hadis ilmidagi yorqin bir nom bu hamda. Bu zot Hasan ibn Muslim degan kishidan rivoyat qilyapti. Bu İbrahim ibn Nafi'niki ustozi bo'lsa kerak. Hasan ibn Muslim el-Yanaq nomi bilan Mekkadagi eng dаңliq shu o'z paytidagi dаңliq qori, dаңliq faqihlardan hisoblanadigan büyük muhaddis deyishga bo'ldi. Bu kishiniki tarixi bek ko'p yoki uzun bayon qilingan emas tarixiy manbalarda. Faqat qisqachalam bu kishiniki bir qori, faqih ekanligi, bir shenjilik zot ekanligi bilan faqat zikr qilingan. Ammo o'lib ketgan vaqtimi aniq bo'lmagan. Faqat Tavus ibn Kaysandan burun o'lib ketgan degan iborat keltirilgan. Ham Tavus ibn Kaysan Hijriya 106-yil o'lib ketgan. Undaqda o'zining yilning atrofida oldiki yillarda o'lib ketgan deyishga bo'ladi. Bu büyükimiz Safiya bint Shayba degan ayoldan rivoyat qilyapti. Bu kichik sahobalardan sanaladi. Ba'zilar tabiin, cho'ng büyük tabiinlardan degan, lekin kichik sahobalar qatoridagi qarash bakrak, shenjilikroq. Chunki dadasi Shayba ibn Osman aynı vaqtida bir sahabe Peygamber sallallohu alayhi vasallamga sahabe bo'lish sharafiga erishgan. Balki bu Makka fathisiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki bular Makkaninki ochiqsini Peygamber sallallohu alayhi vasallam Makka fathisiz topshirgan Shayba jamoatidagi kishilar. Osman ibn Abi Talha bilan shu Baytullohil Haramniki ayni vaqtidagi egadarchiligini, ochiqchini bo'lib qo'lda tutib kelgan. Hozir qadar mush oilada bu Kabe'ning ochiqchisi. Demak bu Shayba sahabe. Bunun qizmi bu yerda sahabe. Chunki Peygamber sallallohu alayhi vasallamning davrini ko'rgan bu ayol. Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan 5 hadis rivoyat qilgan. Mushu bu ayolniki sahabe ekanligiga bakrak dalil. Bu sahabe ayol shu Umayyalar davrida yashagan, shu davrlargachilik. Hatta ba'zilar Valid ibn Abdulmalikning zamonasidami Ba'atda 90-yillar Hijriyaniki shu paytlarda o'lib ketgan deb ta'riflagan. Hayotida mush hadis rivoyat qilish, ilm o'rganish va o'qitish bilan mashg'ul bo'lgan büyük sahabalardan. Bu zat Ayşe annemiz rivoyat qilyapti. Ayşe annemiz deydiki, bizning birimiz junub bo'lib qolgan vaqtimizda ikki qo'li bilan deydi, beshiga 3 jangal suv oladi. Andın o'ng tarafiga shundaqla uning keyindan so'l tarafigami qo'li bilan suv oladi degan. Undaqda bu hadisda Ayşe annemiz demoqchi bo'lgani
avval qilgan ishi ish qo'lida suv elib beshining cho'qisiga bir quyib deb uni o'ng tarafni yuvib ondan so'l tarafni yuvish. Bu o'ng tarafda shu boshning yon tarafidan tortib ay putning uchigacha o'ng taraf bo'ladi. Ya'ni demak bu tartib bilan shu shaklda yuvatdi degan bo'ldi. Bu hadisniki yana bir shakli varianti nimada Abu Davudmi shu shaklda bayon qilingan. Sal o'xshamaydigan iboratlar, lekin umuman hukmi o'xshash. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.